Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yana xudo xolasa Xazars bozordamiz. 38-do'kon, 34-do'kon bir qator mebellarni obzor etib o'tamiz. Yana xudo xolasa bu ugolok divonimiz, tovalari mo'yshi, chap tarafi 2 metr, bu tarafi, o'ng tarafi 3 metr, 3x2lik ugolok divon. 2 dona kursisi bilan Üşü nakışlı üstler bilen 4 milyon 200 so'm. O'tiradanı pampers burjin, sifatına gap yo'q. Ajoyib. Nishik mebel kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Endi yana birsini hozir ko'rsataman. Shu narsaning kopiyasini ko'rsataman endi. Hozir. Endi bu devona qaraydigan bo'lsangiz, xuddi shu narsa, lekin bu machalkali varianti. 3 metre, 2 metr. Tovarlari mo'yshi. Buni o'tiradani machalka. Buni o'tiradani machalka. Machalkani arzonroq atib beramiz. Kelaverasizlar, xudo xolasa. Machalkalini 4 million so'm atib beramiz. Keyin yana boshqachalarini ham ko'rsatamiz, xudo xolasa. Bu 330 ga 230. Bu tarafı 330, bu tarafı 230. Şu nakışlı üstler bilan bo'ladigan bo'lsa, yana 2 dona kursisi bo'ladi. Sidiniyasini aytadigan bo'lsam 60 cm. Üç üstler bilan 5,5 million so'm. Nakışlı üstler bilan. Oddiy üstleri bilan 4,5 million so'm atib beramiz. Sifatli, zakonni. Hozir endi kuxunnilarimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Shu oq kuxunnimiz 1 million 800 so'm. Endi bu mukrisi ham shu. 1 million 800 so'm. 180lik kuxunni. Endi bir ichkaridagini ko'rsatadigan bo'lsam, ichkaridagi korishnoy sidiniyasi 60 cm. Naqsh ustlari bilan 2 dona shu katta kursisi bilan 5,5 million so'm. Oddiy ustlar bilan bo'ladigan bo'lsa 4,5 million so'm bo'ladi. Keyin boshqa vajlarimizni ham ko'rsatamiz, xudo xolasa. Bu kichkina ugolok devonimiz, bu 3 million so'm. Sandiqli. Icham ochiladi, ko'raverasizlar. Ajoyib. Keyin arkasındaki mukri kuxunnimiz 1 million 800 so'm, 180lik. Arg'isi 240lik kuxunni. Oq bilan qora etib ishlanib turibdi. Bu 2 million 800 so'm. Keyin bu tarafda ajoyib kuxunni ko'rsatamiz, ya'ni bu kuxunnini aytadigan bo'lsak, borli akrildan tayyorlanib turibdi, svetli kuxunni. Buni bahosini aytadigan bo'lsak, 13,5 million so'm. 13,5 million so'm. Sifatli, ajoyib. Keyin bu kichkina kuxunnimiz 1 million 300 so'm. Yan boshidagi. Keyin dükanımız bu yaqindagini ham ko'rsatamiz. Dükanın bu yaqindagi 240lik kuxunni. Pasi aliment svet, üstü oq akrilda ishlanib turibdi, ko'langalari bor, stollari rossiyskiy 4 santlik. Ajoyib. Buni bahosini aytadigan bo'lsam, bu ochiq joyi mikroto'lqinli pechga qo'yiladi. Pasini, balandini ham kerak bo'lsa qo'yasiz. 240lik kuxunnini beramiz. 3,5 million so'm. Mana bu sariq kuxunnimiz 1 million 800 so'm. Bu oq mramorli kuxunnimiz bu 2,5 million so'm. Bu akrildan tayyorlanib turibdi. Sifatli. Yine 180.
Qullab mexanizmlari yaxshi. Kompüterda bosib turib tanmas. Ajoyib. Bemalol do'konlarimizga kelaverasizlar.